Sizlar yaxshimisizlar, charchamasizlarmi? Bundan oldingi videomizda mol sal sig'may qoluvdi. Ham paxtani qo'shdik. Ana endi tura olyapti. Endi mol ham katta mol, 170 ga chiqsa kerak. 170. Hozir hali ham ispitatorniysroq, mana bugun ham ispitatorni yana qilamiz. Hop, bunga endi rezinka qo'yamiz, kovrikini splashnoy qo'yamiz. Shunda ham g'adir-budir yo'q ketadi. Keyin ham narsani qildik sog'inga. Zorjon apparat topib mana. Sigir sog'ishga sim. Bundan oldingi studiometriyada u yerga osilib turardi, to'kib ketib qolsa suvga opasin. Va xolisa yengilliklar oldinda. Bugun svarkali ishlar tugadi, endi boshqa ishlarni qilamiz. Mana bu yoqdagi oxirlarni olib tashlab o'sha eski holatiga qaytardik, yer oxir. Mana bu yoqda hashayin yeydi. Bu yoqda yemini. Bu yemini yeb bo'lib, mollar bu yoqqa o'tadi. Mana yemlar mana oxirni yemga qo'ydik, sovutishga. Sechka pechkada pishib turibdi. Suv ovqatlar bu yoqda yeydi. Suv payot bu yoqda. Hozir bo'tga ishlar ketyapti. Sog'inni boshlaymiz уже. Like, podpiska tashlab qo'yinglar. 7 xazina har doimgidek yengilliklar oldinda.